Isroil-Eron urushi juda ham keskin tus olmoqda. Assalomu alaykum. Sizni o'z kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Dunyoda bo'layotgan eng tezkor va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. AQSh Eronning 3 ta yadroviy obyektiga zarba berdi. Donald Trump ko'rsatmasi bilan AQSh Eronning 3 ta yadroviy obyekti, jumladan mustahkamlangan Fordoga zarba berdi. Biz zarbalarni muvaffaqiyatli yakunladik. Hamma samolyotlar endilikda Eron havo hududidan tashqarida. Bombalarning to'liq yuklamasi asosiy nishon Fordoga tashlandi. Barcha samolyotlar endi xavfsiz tarzda ortga qaytmoqda. Buyuk Amerika jangchilarimizni tabriklaymiz. Bunday ishni dunyoda boshqa hech bir harbiy kuch bajara olmasdi, deb yozadi AQSh prezidenti o'zining ijtimoiy tarmog'ida. Fox News nashriga ko'ra, AQSh Eronning Fordo yadroviy obyektiga B-2 bombardimonchilari bilan 6 ta bunker teshuvchi bomba tashlagan. Bundan tashqari, yana 2 ta yadroviy obyektga 640 km uzoqlikdagi suv osti kemalaridan 30 ta raketa uchirilgan. Eron endi tinchlikni tanlashi kerak. Aks holda keyingi hujumlar bundan ham kattaroq va ancha osonroq bo'ladi. Yana ko'plab nishonlar bor. Agar tinchlik tez orada kelmasa, biz ularni aniqlik va tezlik va mahorat bilan yo'q qilamiz, deya Trump Eronni ogohlantirdi. U shuningdek, bu holat davom etmasligini ta'kidladi. Yoki tinchlik bo'ladi, yoki Eron uchun so'nggi 8 kun ichida ko'rganimizdan ancha dahshatli fojia yuz beradi, degan AQSh prezidenti yetakchi onlayn murojaatda. U Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga minnatdorchilik bildirib, AQSh va Isroil bir jamoa sifatida ishlaganini aytdi. Men bosh vazir Netanyahuga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Biz bir jamoa sifatida ehtimol ilgari hech kim kabi hamkorlikda ishladik. Bu Isroil uchun xavfni yo'q qilish yo'lida katta qadam bo'ldi. Isroil armiyasiga qilgan ajoyib ishi uchun minnatdorman, deydi u o'z so'zlarida. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz bilan yaqin fursatlar ichida urush tahlili kanali bo'ldi.